Habib Nurmagomedov yoki Islom Makhachev. Sportga juda ko'p qiziqaman. Ayniqsa mana boksga, bundan tashqari futbol, shunga o'xshagan sportchilarni eng ko'p muvaffaqiyatga erishganlarini tahlil qilganman. Sportda, misol uchun mana boksda faqatgina kuch talab qilmaydi, faqatgina jag'iga musht tushirish emas. Bu san'at deydi. Mana bitta misol mana Habib Nurmagomedov yoki Islom Makhachev. Butun dunyoni e'tiboriga tushgan mana shu ikkita rossiyalik sportchi. Bularni faoliyatini tahlil qiladigan bo'lsak, yosh ham katta ham hozir bu haqida gapiryapti. Lekin faoliyatiga ko'radigan bo'lsangiz, ikkalasi ham jahon chempioni bo'lgan. Bittasi mana 29 ta jang o'tkazdi, bittasi 24 ta jang o'tkazdi. Lekin ikkalasini ham yuzida nuri bor. Yuzida ko'rsangiz, aql bilan urishadi. Ko'p sportchilarni ko'rsangiz, yuzlarida shram, har xil yaralardan, jarohatlardan burnlari sinib ketgan. Lekin ikkalasi ham e'tibor bergan bo'lsangiz, o'ta aql bilan, demak, o'zini ham himoya qilib jang qiladigan va eng asosiysi bular Xudoni yaxshi taniydi. Shuning uchun Xudodan so'raydi, muvaffaqiyatga erishadi. Yana bitta men e'tiborimni jalb qilgan bokschilardan Vitaliy Klichko. Vitaliy Klichko ham jahon chempioni, absolyut chempion, lekin birorta yuzida shram yo'q. Yoki bo'lmasa Lennox Lewis. O'ta yuzida bir qanaqadir nur taraladigan sportchilar bular. Shuning uchun men o'ylaymanki, sport bugun nafaqat qo'l jangi, nafaqat mushlar jangi, balki aql jangi ham hisoblanadi. Shuning uchun har qanday kasb tanlashimizdan oldin albatta biz nimaga erishishimiz